uyda mana yarar o'zi aytgan ashula. Kechpayt yetida turardim. Kechpayt to'xtaba, telefon bilan qolganman-da, radioga chiqib telefonga qilgan paytda o'yib ketganman. Aytaydi, kiyimlarni o'tdilar. Ashulada keyin yasaman, telefon ko'rsatgan. Telefonga qolsa tashlaganman. Kechga yetib, o'sha yetib o'sha qosmini to'g'ib qolardi. Kechga tashlagan. O'sha kilo so'yganimda qolardi. Tashlab qolardi. Keyin meniki ertalab bolalarga zohid turaman, turgandan keyin xomaslashib ketganman. Ertalabki yetim bolalar turadimi, ashuni solib, keyin kechpaytga anaqa yetib turardi, 5-6 gacha ozroq turardi, uyqumarlashdi. Kechpaytga turardi, kecha o'zini sopib, yana ko'p sopib, yana aylanadi. Kechasiga 10 kilo, 12 kilo bilan so'plaganman-da, 12 kilo. Qo'lqaga yo'qdi. Mana Revdoniga qancha ko'mir bilan sopdingiz? 850 kilo chiqarganman. Bitta pechkada ikkitali uyda 850 kilo qilyapman-da. Ikkita uyda 850 kilo bilan telefon chiqib ketganman. O'g'lim yo'q. O'g'lim anaqa arjon pechkada g'ilchalarida g'ishni tunkalik qilgan bor. Ikki yo'qlardi. Yemeniki yaqardi. O'g'lim bitta onamga kichkina o'zimizdan shu o'sh pechkada ashna ko'rsa 3 tonna ketardi. Hali ikkita uy katta uyga. Ikkita uyga. Men bojaman 4 tonna olardi. Olmashni kerak olganda meni 1,5 tonna oldi. Hozir mana yana 1,5 tonna qilib tushirdim. 1,5 tonna nega to'xtadi? Foyda o'ylab, 2 ming o'chaman o'ylab qo'y. Lekin musulmon tashi yo'q. Aytsa hozir onamni uyida remont qilib oldim. Bittasi o'ziga onamga mana qarizini pechkada to'xtaydi, bu pechka anaqa bo'ldi deb, men mashina qo'yib beraman hozir. Mashina qo'yib beraman. Manalarimizni bittasi ashi anjon pechka. Ey svashiylar. 60 kilo ko'mir ketyapti. Bizga 40 kilo ko'mir ketsin. Shunaqangi pechka yasab beringlar, xudo xayr bergunlar. 60 kilo emas, 40 kilo ketsin, o'sha 5 ta uyimiz issisin. Men doim aytaman. Ibodat bu ham. Ibodat faqat maytda o'tirib, tasbih o'girib o'tirish emas. Hozir shu pechkani chiqarib, arzonroq qilib, tezroq tarqating. 21 kun, 1 oyda 30 kun bo'lsa, 20 kilodan 600 kilo ko'mirni menga tejab bergan bo'lasiz. Bu degani sizga sizni o'sha chiqargan, ixtiro qilgan narsangiz sababli 1000 ta oila kuniga 20 kilodan ko'mir tejaydigan bo'lsa, hammasini 20 kilo ko'mirini puli sizni как будто ihson qilgandek bo'lasiz. Nimaga qilmayapsizlar mana svarshiylar? Nimaga qilmayapsizlar fiziklar? Bunga fizika ham kerak-da. Kecha fizika ham kerak bo'ladi. Bitta svarshiyni chaqiring, o'tirib, kalla qatiringlar, chizinglar, qilinglar. O'xshamasa buzinglar, yana qilinglar, yana buzing, yana qiling. Qilib beringlar bizga. Hozirgi shu elektr energiyadagi mutaxassislar sizni qoniqtirmayaptimi? Nimaga siz mutaxassis bo'lmayapsiz? Nimaga bo'lmayapsiz? Bo'ling, intiling, harakat qiling, kallani ishlating. Men necha marta aytganman, ey fizik domlalar, ey svashiylar. 60 kilo ko'mir ketyapti. Bizga 40 kilo ko'mir ketsin. Shunaqangi pechka yasab beringlar, xudo xayr bergunlar. 60 kilo emas, 40 kilo ketsin, o'sha 5 ta uyimiz issisin.